Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bugun 2025-yil 19-oktyabr. Qalamchalarimizni bir yoshlilarda qanaqa bo'lishini ko'rsatamiz degan edik. Xudo xolasa mana ko'ylashni boshladik. Bahordagi qalamchalarimizni ham qanaqa qilib tayyorlanishini, ekilishini hammasini bitta video qilib to'plab hammasini bitta qilib chiqaramiz xudo xolasa. Mana ko'chat ekilgan holati. Tuvakdagi holati mana shu. Bu kichkina tuvagi. Mana yerdagi holati bu. Akalar mana. O yog'i dalshi ketgan. Kimga qiziq bo'lsa kelaverasizlar akalar, savollar bo'lsa. Telefonlarimiz 94lik 150 1538, 95lik 850 1538. Ko'langanni ham ko'tarib qo'y. Ko'langan holati mana shu. Tagidagi koni bilan chiqyapti. Akalar, videomizni xudo xolasa hammasini bitta qilib jamlab tashlaymiz. Qalamchani qanday suqilgani, qanaqa suvga solingani, 2 oydan keyingi videosi, hammasini bitta qilib mana shu oxirgi videosi, mana shu qalamchani tayyor bo'lgan holati akalar. Mana ko'chat yaxshi bo'lgan bo'lsa, chiroyli chiqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, keng tarqalishida o'z hissalarini qo'shib qo'yasizlar. Qanaqa savol bo'lsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob beramiz. Telefon qilaverasizlar akalar. Ko'chatni har qancha bo'lsa yetkazib beramiz. Akalar, mana qalamchamizni suqadigan joyimizni agatini olib, 60 ga agat olganmiz. Suvini tarab oldik. Suvini taragandan keyin oyoqlarimiz yopishmaydigan bo'lgandan keyin loyga qalamchalarimizni suqamiz shunga. Mana shu holatda qalamchalarimizga zoha yetmasligi uchun, haligi kaltakchasi shilinib ketmasligi uchun suvini qo'yib, yetiltirib shunga namiga suqsak, xudo xolasa patera kamroq bo'ladi. Tayyor qilib tepasini yopib oldik. Bugun chislamiz, adashmasam 24-mikan, 24-mart ekan. Mana hozir qalamchalarimizni karnavenga eritib solayotganimizni ham ko'rsatib qo'yamiz hozir. Mana shu karnavendan 10 litrga bir pachka eritamiz. Hozir mana sun'iy hovuzcha tayyorlab oldik. Mana har tomoniga yog'och qo'yib, klyonka qo'yib, mana endi qalamchalarimizni bir boshdan xudo xolasa mana solamiz suvga. Har bir 10 litrga bir pachkadan karnaven soldik. Hozir 100 litr suv bor mana shu yerda. Mana shu suvga 10 ta karnaven eritdik. Endi karnavenni instruksiyasida 6 soat ko'rsatilgan ekan. 5-6 soat solib suqilaveradi. Qanday suqayotgan jarayonimizni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Hozir tayyorlayapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, qanaqa savol bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Qalamchamizni suqqan jarayonimizni ham ko'rsatamiz. Mana qalamchalarimizni suvdan olyapmiz. Bir ozgina muddat suvda turdi. Haligida aytib o'tdik, instruksiyasida 6 soat ekan. Biz 6 soat qo'ymadik, chunki ertalab qo'yib, bir 2 soatdan keyin o'sha olib suqyapmiz. Mana suvdan oldik. Hozir mana suqayotganimizni ham bir ko'rsatamiz. Mana suqilish jarayoni, suqilish boshlandi.
orasini 10-15 qilib sug'urasizlar. Teplitsamizni suqib bo'lganimizdan keyin layqa chachiladi. Endi akalar hozir havo bulutligi sababli layqani bugun chachmaymiz. Yomg'ir yog'yapti. Agar nima qilsa yomg'irdan keyin layqani chachsa bo'laveradi. Mana qalamchani holati, agatlarimizni holati hammasini tushuntirib o'tdik. Yana kimda qanaqa savol bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 94lik 150 15 38, 95lik 850 15 38. Manzilimiz Namangan viloyati Norin tumanidamiz. Qanaqa savollar bo'lsa akalar telefon qilaverasizlar. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari. Mana qalamchalarimizni suqilgandan keyingi holati, mana 2 oy o'tdi suqilgandan keyin. Xudo xolasa holati yaxshi. Batarya ham bor. Mana bataryalar o'zi ko'rinib turibdi, ko'klamaganlari. Xudo xolasa bir 80%, 90% atrofida ko'klagan shunda ham. Batarya endi bo'ladi, hammada bu oddiy holat. Biz mana videolarimiz davomida hammasini bir boshdan ko'rsatdik. Bu oxirgi etapi bu. Nima demoqchiman, endi sal o't bosib turibdi. Bugun erta o'taymiz, sal uzrli. Xudo xolasa qalamchani karnavenga solgan joyimiz, suqilgan jarayoni, agatlarini nechiligini aytib o'tdik. Hammaga tushunarli bo'lgan, xudo xolasa iloji boricha tushuntirishga harakat qildik. Kimda qanaqa savollar bo'lsa bemalol tortinmasdan nima qilaverasizlar, telefon qilaverasizlar yoki Telegram orqali. Telegram nomerimiz 94lik 150 15 38. Ko'chatlarimizning holati. Bu ikkinchi parnigimiz mana. Bu ham xudo xolasa o'rtacha ko'klabdi. Holati yaxshi, xudo xolasa ertaga o'talgandan keyingi holatni ham bir video tashlab qo'yamiz, xudo xolasa nasib qilsa harakat qilamiz.